So'nggi bahor. Muallif Barchinoy. To'y marosimlari bilan ovora bo'lib yurgan Parizoda xonim bugun qizini boy va o'ziga to'q oilaga berayotgan edi. Hamma to'y tashvishi bilan kelgan mehmonlarning qornini to'ydirib, turli mavzularda gaplashishardi. Kuyov tomon hali kelgani yo'q. Imom esa uyga yaqinda kelgandi. Parizoda xonim yangi pishgan nonlarni tandirdan olayotib, baxtdan yuzi yorishib, ishlarini chaqqon qilardi. Bu uyning to'rida esa katta ona Zulfiya buvi uyning to'rida suppada o'tirib, nabiralariga oyoqlarini uqalatib o'tirardi. Eshikdan kirgan yosh go'zal qiz va uning ota-onasi Zulfiya buvi yoniga keldi. "Assalomu alaykum, oyijonim, yaxshimisiz?" dedi erkak, onasining bir qo'lini olib o'pgancha. "Ha, keldilaringmi? Qizingni ham ko'rmaganimga ancha bo'libdi-ya. Qo'qonga ketganlaringga ham ancha vaqt bo'lgandi o'zi ham. Ketishingizdan avval qizing kichkina edi. Mana endi katta qiz bo'lib, turmush yoshiga yetibdi." "Qo'ysangizchi onajonim, qizimiz hali yosh, endi 16 yoshga kirdi. Hali vaqtli. Sen nimani ham bilasan? Ana, akangni qara, qizini obro'li xon qo'lida maslahatchi bo'lib ishlaydigan navqiron yigitga turmushga beryapti. Yigit ham ushlaganini uzib oladigan qat'iyatli ekan. Ha, muhimi yoshlar baxtli bo'lsin. Akam uchun xursandman. Qizi Dilfuza ham go'zal qiz bo'lgandir." Zulfiya buvi o'g'lining savolini javobsiz qoldirib, kelini Mahbiratga qaradi. So'ng uning yonida hijolatda turgan qizaloqqa nazar tashladi. "Kelin bu yerda bekor turmay, ovsiningga yordam ber. Hademay kuyov tomon keladi. Sen qiz esa bor, amakingni qizining xonasiga kir. U bilan tanish. Kelin qanday tayyorlanishini bil va ko'r. Ertaga o'zing turmushga bersak, anglayib qolmay deyman-da bolam." Dilfuza juda ko'p to'ylarda bo'lgan. Oqila, ajoyib yaxshi qiz bo'lib katta bo'ldi. Muhimi meni nabiram, meni tarbiyamni olgan. Buvining tarbiyasi muhim. Onasi ham mening xizmatimni qilgan. Qaynonasiz yashayman deydi-da ba'zi bir ayollar. Zulfiya buvi bugun ham keliniga gap tekizishni unutmagan edi. Aslida azaldan kelinlarni ajratardi. Sababi kelini Mahbirat kambag'al oiladan chiqqan qiz edi. O'g'li esa kambag'al bo'lsa ham boylarning qiziga beriladigan tillani qalin pulini qilib bergan. Uylanganidan so'ng onasi keliniga kun bermadi. So'ng ishini bahona qilib Xorazmdan Qo'qonga oilasini olib ko'chib ketgandi. O'tkir amaki onasining gaplariga ahamiyat berma, ishingni qil degandek xotiniga qaradi. Ayoli ham erini tushungandek bosh irg'adi. Orada qolgan qiz esa nima qilishini bilmasdi. "Haligi buvijon, Dilfuzaning xonasi qayerda?" "To'g'ri yurib chapga buyurilasan, ko'k eshik." Qiz tezroq buvisining yonidan ketishni o'ylab, o'sha xona yoniga keldi. Eshikni chertib ko'rdi. Ichkaridan javob kelmagach, o'zi kirishga qaror qildi. Qiz kirsa yerda choynak ag'darilgan, ikki qiz esa yerda yotardi. Uyning orqa tomoniga qo'yilgan oyna ochiq edi. Kelin yasanadigan joyda esa bir xat qolgandi. Bahora nima qilishini bilmay qoldi. Hayratda qolgandi. Xatni qo'liga olib, birinchi satrlarni o'qishi bilan qo'rquvdan muzlab qoldi. Qo'llari titrab, qiz shoshilib xonadan chiqib va xatni supada o'tirgan buvisiga olib borib berdi. "Bu nima?" Zulfiya buvi xatni qo'liga olib o'qishni boshladi-yu, oxiriga yetmay joyidan sapchib turdi. Zulfiya buvi shoshgancha xonaga otilib kirdi. Qarasa qiz yo'q, narsalari ham yo'q. Uning xonasiga qo'yilgan sepdagi tillalar sandig'i ham bo'sh, ochiq qolgandi. Zulfiya buvini ortidan qolganlar ham kirdi. Dilfuzaning otasi dahshat bilan choynakni ochib ichiga qaradi. Uxlatuvchi giyohni ko'rib, oh tortib yerga yiqildi. Xonadan hushidan ketgan yangilar, qolgan kelinlar turg'azib, xonadan olib chiqib ketdi. "Sharmanda bo'ldik, Bakir, sharmanda bo'ldik. Shu kunlar ham bormidi boshimizda? Hademay kuyov keladi. Nima qilamiz endi?"